Nefrit suvi ham mana shunaqa qorlardan erib tushadi-da. Uy! Shunaqa suv. Qoriga orasiga kirsa bo'lardi. Hammaga toshlar tushib, orasini ochib chimyon, kanatkasi, mana keyingi zipline ham qo'yilibdi. Biz mana shu joydan safarimizni boshlaymiz. Mana shu yo'l bilan yurib, mana shu tog'lar orasidan, orqa tarafidan ketib, nafas ketamiz. Stili bilan. Bismillah. Ana. Ketdi. Yexala. Hop, mana endi boshlanayotgan paytdan vidlarni qaranglar. Chimyon tog'lari ancha o'zgacha-da. Shu yo'l bilan yurib, mana shu qora tochka ko'ryapsizlarmi? Mana shu qora tochkani chekiramiz. Mana shu qora tochkani chekiramiz. Shu qorli g'or bo'ladi. Vidlarni qaranglar. Oxirigacha ko'rsanglar, o'shaning ichiga kirib, uni tepasi ham sharshara bor, o'shani ham ko'ramiz. Kichkina sharshara bo'ladi bu. Ancha olmasi ham chiqib qoldi. Biz buni chimyon orqasida o'sha. Ana chimyonning kanatkasi. Shuna qilsa, shu bilan mana joyga boramiz. Shu yerga o'tib, yo'g'dan o'tib, qishloq borib, bu tarafga o'tamiz. Manzara o'zi ancha chiroylashdi. Ancha. Endi chimyon tog'lari o'z hardan chizilganga o'xshab turadi. Hop. Manzaralar o'zi oshirish boshlayapti. Bu yaxshi. Endi hali beri suv yo'q, o'tdi qachondir. Shu yerdan suv oqqan. Hani qorlar ko'proq erganda. Biz mana qorlarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu qorlarning joyiga chiqamiz. Mana tropinka bo'ylab yurib borsa bo'ladi. Yo'q qiyinchilik o'rtachadan ham pastroq. Bemalol 1 soat 40 minutda yetib boramiz xolos. Sardor orta shu joydan uy qo'yib qo'ysangiz ham kadastr so'rashmaydi menimcha. Takoy akkurat qilib. Shundan chiqib kelamiz. Yana darsa shu yo'l bilan ketamiz, xudo xolasa. Ancha yo'l bosib qo'ydik. Suvlar ham ko'payishni boshladi. Mana shu tog'lardan, mana shu toshlardan o'tib olsak, ancha chiroyli joylar ochiladi. Qorlar ham ko'rinishi kerak. Tabiatga gap bo'lishi mumkin emas. Birazdan davom ettiramiz. O'tdi. Mas'ullar boshlandik. Naryoqda yo'q suv. Ham tosh orasidan chiqib ketdi o'zi. Havo juda zo'r bo'lyapti. Suv ham mana shunaqa qorlardan erib tushadi-da. Bitta maxsus mashina sal ko'lab, sal hovuz qilsa ham bor-ku, shunaqa zo'r suv bo'ladi bu yerda ham. To'lib qolgan joylarni ko'rasam, top-toza suv. Hop, mana oyatda ham oyat chiqib ketdi shu joydan. Mana yetib borish. Biz ham yetib boramiz. Ancha tepaga ko'tarib oldik. Yo'q, endi qorli hududlar boshlanyapti. Lekin ochilayotgan video qaranglar. Mashalloh. Go'zalligini qaranglar. Tezroq ko'rsan. Uzoqlarni ko'ryapsizlar, hamma zo'r ko'rinyapti. Balandlari ham. Naryo вообще tepada ancha, lekin cho'tki ko'rinyapti mana. Shahar ahvolini qaranglar. Chang, kir.
Sardor, mana shu yerdan bitta uy qilib olsangiz ham anaqa kadastr so'rashmaydi. Mana bu yerda suv oqadi. Anaqa qilib olib, aytdan ham suv oqadigan joy bor ekan. Hop, bu yerda narsa ekib, bemalol. Davom ettiramiz. Endi mana bu uzoq g'or bo'lish kerak edi. Bu hali erimabdi. Mana ko'rasizlar. O'shani ichiga kiramiz. Ochuv bo'ladi o'sha. 21-iyul. Shu qorlar orqali sekin ko'tarilaveramiz. Naryoqda orasi ochuv bo'lish kerak. Ya'ni qorli g'orga kiramiz. Hali beri o'tlab erimagan ekan. Naryoqda g'origa orasiga kirsa bo'lardi. Hammaga toshlar tushib, orasini ochib erib suv oqib tushaveradi shu orqali. Lekin vid juda ham chiroyli. Juda ham. Bunaqasi ham yursa bo'ladi, bu yerda ham qorli ko'chkalar bor. Tepaga chiqqanda tog' ichkilarini ko'rsanglar bo'ladi. Lekin men hali beri ko'rmadim. Ikkinchi marta bu joyga kelyapman. Mana shu ko'chki qorlarni orqali paydo bo'lgan qorlar. Oy! Shunaqa suv. Oxiri ko'rinmayapti, mana teshiklar ichida. Yomon suvlaydi. Bitta mana suvlar oqib, hoppala. Boryapti. Mana kichkina shahar bor. Bunaqa suv shamol keladi. Sizga hurmatli bo'lsa ham kelib ko'rishingiz kerak. Mana o'sha pastdan ko'rinayotgan qorli joyga yetib keldik. Bu yerda yana kichkinagina sharsharasi bor. Havo sovuq lekin. Endi qish qizda turibdi. 21-iyun bugun. O'rlar ham ochilyapti, endi eryapti. Bu ham masjidgacha shu toshlarni tashlab ko'rdim. Otgan toshlar. Shunaqasi tushib borsanglar bo'ladi. Shamol sovuq.